Bayotning xalqi mehnatkash xalq va Alloh bergan unumdor yerlari bor. O'sha unumdor yerlaridan unumli foydalanadigan xalqi bor. Hokimlik faoliyatining ilk davridanoq Dilfuza O'rolova qishloq xo'jaligi sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etdi. G'alla va paxta hosili uchun yuqori unumdorlikka ega zamonaviy urug'lar olib keldi. Bugun u yaratgan ekin maydonlaridan yuzlab gektar yerdan 2, hatto 3 martagacha hosil olish mumkin. 5 yil oldin tahlil qiladigan bo'lsak, 45-50 sentner berayotgan edi. Mana shu maydonimiz bugun kunga kelib qarang 80 sentner. Bu nimaning evazida? Bugun fermerlarimiz o'zining yeriga erkinlik bilan urug' qadashi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda biz ilmiy markazlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz va Bayot tumanimizda mana shu ilmiy markazimiz borligi, g'allada, paxtada qanday innovatsiyani joriy qilganday, biz meva sabzavotda ham xuddi mana shunday bugungi kunga javob beradigan ilmiy yondashuv asosida yangi bog'lar tashkil qilyapti. Bayotda uzum bo'lmaydi degan. Lekin biz mana shu Bayotda uzum bo'lishini ham mana hozir 1000 gektardan oshiq uzumlarimiz, tokzorlarimiz paydo bo'ldi. Mana bu yildan hosilga kiradi. To'g'ri, qishloq xo'jaligiga ko'pincha og'ir va erkaklarga xos soha sifatida qaraladi, ammo Dilfuza opa shu qarashni sindirdi. Uning rahbarligi ostida ko'plab ayollar ham faollashdi. Fermer ayollar safi ortdi, qishloq ayollar tomorqasini rivojlantirdi. Eng qizig'i, opani yilning 4 faslida ham qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan ekin maydonlarida ko'rasiz. Hatto qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarish ham ularga yumush bo'lmay qolgan. Hokim bo'lib 6 yil bo'lib ishlayotgan bo'lsam, baribir qandaydir qishloqda o'sganligim uchunmi yoki mana shuni bir umr mehnat qilganimiz uchunmi, baribir hokimlik yo'nalishidagi bu aynan tumanimiz agrar xo'jalik bo'lgani uchun ko'proq mana shu qishloq xo'jaligiga qiziqaman. Fermerlarga horma deb ularga motivatsiya berish maqsadida mana bugun ertalabdan buyon mana shu kombaynni boshqarib bugungi fermerga baho beryapman. Qisqasi, Dilfuza O'rolova kabi rahbarlar qishloq xo'jaligini nafaqat iqtisodiy o'sish manbai, balki hududni rivojlantiruvchi omil sifatida baholaydilar. Ya'ni yerga bo'lgan ana shunday munosabat bir ayolning qishloqqa mehri va ilm bilan qurilgan taraqqiyot yo'li hamdir. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.